Bola, hammaga salom, sizlar bilan men Doniyor Gaming. Men bu tezlikka uncha e'tibor bermaysizlar. Shuni bo'lib qoldi. Bugungi videomizda biz top 3 ta kerakli modlar obzor qilib beraman. Olding. Menimcha tez bu. 3 sekundlik tez emas ekan. Obzor qilib beraman. Bu modlar juda ham kerakli modlar. Men uchun ham, siz uchun ham. Mayli. Hozir birinchi modni obzoriga o'tamiz. Va mana bu nimaligini bilmagan odam Minecraft o'ynamaydi. Eslamam qoldi. Shader'dan lekin bu otadi do'stlar. Shosni ko'raychi. Do'stlar, bu otardi. Lekin shu shader'ga otmay qoldi, qarang. Shader o'rnatib qo'yganman. Shader o'rnatilmagan-ku, do'stlar. Hozir ko'rsam o'rnatilgan. Fakir ham. Hop, qarang. Qaysi fakir shunday yonadi? Ha? Ne yonmaydi fakirlar? Ha, qaranglar, unday yonmaydi fakir. Shader'ga bo'ldi. O'zinglar keyin otib o'zinglar ko'rib olinglar. Bu modlar men Telegram kanalim yo'q. O'shaning uchun topib olasizlar-da. Faqat obzor qilyapman. Bu kim biladi, bu tanishda qo'rqib qoldi, qaranglar. Nima? Qotdi. Shunchaki udar. Yangi modimiz ikkita modni ko'rsatdim. Hop, uchinchi modimiz strukturalar, yangi strukturalar paydo qilardi. Strukturalarni topish kerak edi. Topish kerak. Topalarmikanman, topamasmikanman? Hop. Topamayapman. Mana. Minecraftda bunday narsa yo'q. Bilmaganlar uchun. %100 bunday narsa yo'q Minecraftda. Qurib qo'ygan demanglar. Men qurmaganman buni. Shuni quraman. Hop. Men buni qurganimcha 3-4 yil o'tkazadi men qurganimcha buni. Hadi ya borib ko'raychi. Bu yerda Butta yo'q. Do'stlar, o'zingizlar topib olasizlar bu modni o'tkazgandan keyin. Hammaga xayr, sizlar bilan Doniyor Gaming bo'ldi. Xayr.